Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Duolar ijobat bo'lishi uchun nima qilishlik kerak deb so'rabdilar. Avvalambor Alloh taolo duolar ijobat bo'lishligi haqida bizga xabar berib, "Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Agar bandalarim men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman, menga duo qilsalar duolarini ijobat qilaman deb turib bizga Baqara surasida Alloh taolo xitob qildi. Alloh taolo duolarni qabul qiladigan, duolarni ijobat qiladigan bizga yaqin bo'lgan zot. Va bu duolar ijobat bo'lishligida bir ikkita muhim masala bor. Birinchisi, duolarimiz ijobat bo'lishligi uchun albatta biz nima qilishligimiz kerak? Gunohlardan chetlanib, ibodatlarimizni kuchaytirib, taqvo sohibi bo'lishligimiz kerak. Alloh taolo chunki oyatda aytdi: "Innama yataqabbalullohu minal muttaqin." Alloh taolo taqvodor kishilardangina qabul qiladi dedi. Amallarni faqat taqvodor kishilardan qabul qiladi. Demak, biz duolarimiz, biz so'ragan narsalar bo'lishligi uchun albatta taqvo sohibi bo'lishimiz kerak. Gunohlarimizdan chetlanib, ibodatlarda kuchli bo'ladigan bo'lsak, ibodatlarni kuchaytiradigan bo'lsak, mana o'shanda duolarimiz albatta ijobat bo'ladi, chunki Robbimiz bizga bu narsani xabar berdi. Robbimizning so'zi haqdir. Alloh hech qachon yolg'on gapirmaydi. Ammo yana bir ikkinchi masala bor. Duolar ijobat bo'lishligi biz uchun ko'rinmasligi mumkin. Chunki duo qiladigan bo'lsak, albatta 3 tadan biri bo'ladi. Yoki Alloh taolo mana shu dunyoda biz so'ragan narsani beradi, yoki mana shu biz so'ragan narsani bu dunyoda bermaydi-da, qiyomat kuni shu duoimiz sababidan undan afzal bo'lgan bir narsalarni beradi. Uchinchisi, yoki Alloh taolo bu dunyoda ham oxiratda ham bermasdan mana shu duoimiz sababidan bir bizga kelishligi kerak bo'lgan ofat, yomonlikni Alloh taolo saqlab qoladi. Demak, duo qiladigan bo'lsak, albatta ijobat bo'ladi. Lekin biz duo ijobat deganimizdan maqsad siz so'ragan narsa albatta berilmasligi mumkin. Chunki banda o'ziga nima yaxshi yoki yomonligini bilmaydi. Ba'zida biz ba'zi bir narsalar so'raymiz-u, lekin bu narsa bizning hayotimizga zarar olib kelishi mumkinligini bilmaymiz. Shuning uchun Alloh taolo bizga nisbatan, bandalariga nisbatan o'zimizdan ham ko'ra marhamatliroq, o'zimizdan ham ko'ra rahm egasi, marhamat egasi. Bizni o'zimizdan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi. Shuning uchun ba'zida bir narsa so'raymiz-u, Alloh taolo bermaydi. Nimaga? Chunki biz uchun bu narsa zarar bo'lishi mumkin. Alloh taolo bizdan yaxshiroq biladi-da, bu narsani bermaydi. O'rniga qiyomat kuni bizga boshqa mukofotlar beradi. Mana shu duoni o'rniga bizga kelayotgan bir yomonliklardan saqlab qoladi. Shuning uchun duoim ijobat bo'lmayapti deb o'ylashlik joiz emas. Meni duoim albatta ijobat bo'lyapti, lekin Robbim shu narsani menga berishli yoki bermasligini yaxshiroq biladi. Shuning uchun bermayotgan bo'lsa kerak deb biz doim Robbimiz haqida yaxshi gumonda bo'lishligimiz kerak. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh taolo bandani qilayotgan gumonida bo'ladi. Ya'ni inson Robbisi haqida yaxshi gumonda bo'lsa, Robbisi bu narsaga nima muqobilida yaxshilik beradi. Agar Robbisi haqida yomon gumonda bo'lsa, Alloh taolo bunga nisbatan ham yomon qarshilikda bo'ladi. Shuning uchun biz duo qilaveramiz va duolarimizni ijobat bo'lyapti deb e'tiqod qilib Robbimizga yaxshi gumon qilamiz. Ammo bu narsa kelmasligini, hikmatini biz bilmaymiz. Bizga duo qilgan narsamiz berilsa Allohga hamdlar aytamiz. Berilmasa menga Robbim qiyomat kuniga qoldirib qo'ydi shekilli deb yana duo qilishlikda davom etaveramiz. Duoda hech qachon to'xtalinmaydi va shubha qilinmaydi va yomon gumon qilinmaydi. Vallohu a'lam.